90% odam midosmotr bilan check-upni adashtiradi. Check-up bilan midosmotr farqi nimada? Midosmotr bu hammaga bir xil tekshiruvlar, bir xil analizlar, tahlillar hammasi. Check-up esa har bitta organizmga individual, chuqur va erta xavfi kelib chiqishi mumkin bo'lgan analizlar jamlamasi, ya'ni tekshiruv hisoblanadi. Check-up o'tmoqchi bo'lgan bemorlar internetda qarab paketni tanlayotganda shu paket menga mos keladi deb adashishi mumkin. Sababi har bir insonni o'zini hozirgi holatda bor kasalliklari, yoshi va kelajakda kelib chiqishi mumkin bo'lgan xavf omillarini hisobga olib, keyin shunga qarab paket tanlanadi. Ya'ni 10 ta bemorga bitta bir xil paket hamisha to'g'ri kelavermaydi. Masalan, bemor shikoyat qilyapti bosh og'rig'iga, qon bosim ko'tarilishiga. Albatta biz birinchi o'ylaydigan holat miyamizga fikr bu qon bosim, ya'ni qon tomir, yurak qon tomir tizimi bilan bog'liq holatlar. Shunda bu bemorga albatta oshqozon tizimi bo'yicha gastrik check-up yoki boshqa bir a'zolarni urologik check-upga to'g'ri kelmaydi. Bularga albatta kardio, ya'ni yurak qon tomir tizimini tekshiruv check-upi mos keladi. Yoki mana ikkinchi masala, ya'ni bemor o'zini ko'nglanishi, ovqat hazm qilish qiynalishiga, qorin dam bo'lishiga shikoyat qilyapti. Albatta bu bemorida ichaklar, oshqozon va ovqat hazm qilish tizimiga mos check-up, ya'ni gastrik check-up tanlash muhim bo'ladi. Paket tanlashda eng arzon, eng qimmat eng katta paketga qarab tanlanmaydi. Albatta bu yerda bemorlarning o'zini yoshi, jinsi, bor kasalliklari va xavf kelib chiqishi mumkin kasalliklarga qarab va shu har bitta paketda jamlangan kerakli analizlarga qarab tanlanadi. Bemorga qaytanga eng tekshiruvlar mos kelmagan paketni tanlasa, bu bemorni moddiy tarafdan ham ziyon bo'ladi va kerakli tekshiruvlarni o'tkazib yuborishimiz mumkin. Davo klinikasi albatta bizni sizni holatingiz, sizni holatda bor kasallaringiz kelib chiqishi mumkin bo'lgan xavf omillariga qarab individual dastur shakllantiradi. Ya'ni siz keraksiz tekshiruvlarga emas, balki kerakli tekshiruvlarga vaqt va pul sarflaysiz. Agar siz o'zingizga mos keladigan check-upni tanlamoqchi bo'lsangiz, albatta bizni qabulimizga yoziling.